Assalamualaikum qarindoshlar. Javadan asos yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 10-sinf darsimiz. Bu qismliq darsda biz yangi mazmun o'rganamiz, ya'ni shartlik jumla yoki shartlik bayon. Javaninki shartlik bayoni bor, bu ingliz tiliga o'xshash yoki boshqa program tillariga o'xshash. Hamda ingliz o'xshasam patashon qilmanglar. Boshqa program tillariga o'xshash shartlik bayoni bor. Buni inglizcha if deydi yoki if statement deydi, ham to'liq atilishi. Shartlik bayon deymiz buni. Agar buningda har bir bo'lak kod bor. Mush bo'lak kodni bir shart beramiz. Agar mush shart to'g'ri bo'lsa, shu bo'lakdagi kod ijro bo'ldi. Agar u xato bo'lsa, yana bir bo'lakdagi kod ijro qildi. Masalan, buningki yozilishi mana if shartlik bayoninki if else deymiz. If dan keyin bir qo'sh tirnoq ichib, if ning ichiga bu qo'sh tirnoqcha bir shart yozamiz. Odatda biz boolean orqali bo'ldi bu shart. To'g'ri yoki xato, true or false. Hamda if ning ichidagi bu bo'lak kodni budir tirnoq bilan ochamiz. Agar u shart to'g'ri bo'lmay qolsa, else. Uningdan bo'lmasa degan gap inglizcha. Yoki bo'lmasa degan gap. Ya if to'g'ri yoki boshqasi to'g'ri demoqchi. Ishqilib birisi to'g'ri. If else. Buni men Eclipse ni ichib tushuntirib qo'yay. Eclipse ni ichib projectdan bir package quray. Day 8 kuni. Buni shunday bir class qo'ysam, bu qanday if statement shunaqa. If statement. If statement. Buningga avval bir main method yozib olamiz, asosli metod. Control space, ya'ni control degan knopkani bosib turib, bo'shliqni bosib, uning enterni bossanglar, main degan xatni bosib, bunda chiqadi. Yoki class qurgan chaqda nimani knopkani tanlab olsanglar bo'ldi. Masalan, men bir int quray. Son. Buningga 10 bir nim beray. Buning bir if statement yozma. If statement, if English if agar degan gap bu. If ni zeb tirnoq ochamiz, tirnoqning ichiga bir shart yozamiz. Shart. Masalan, mush son biz bermoqchi bo'lgan qimmat 8 dan cho'ng bo'lsa, dan budir tirnoqni ichib, men birdim yozamiz bir. Ijro bo'lgan mush shart qanoatlantirsa, ijro mush bo'lakli kod ijro bo'ldi. Masalan, bir yapazımız. Bu son 8'den çoğun. Bu son 8'den çoğun. Yani bir sonning 8'den çoğun emasligini qanday? If statement bilan qanday ijro qilamiz. Agar 8'den çoğun bo'lsa, bu son 8'den çoğun deb chiqadi. Agar 8'den çoğun bo'lmasa qanday? Hech qanday ijro qilmaydi. Mana qo'shsak, bu son 8'den çoğun kelishini ham. Endi meni o'zgartay. 4 qilay. Mang'ulishni masjidini qopdimi? Run as. Qana ishni mangmidi. Chunki ma shartlik bayonning yoki if statementning ma sharti qanoat egilmadi. Chunki ma son 8 dan cho'ng emas. Cho'ng ma kod ijro bo'lmadi. Endi biz 8 dan cho'ng bo'lsa, bu son 8 dan cho'ng, agar 8 dan kichik bo'lsa, bu son 8 dan kichik demoqchi bo'lsak-chi. Bu vaqtda menga else. Else ga hech qanday shart yozmaymiz. Else ga. Chunki manda bo'lsa ya 8 cho'ng bo'ldi, ya 8 kichik bo'ldi, tushunami?
8 teng bo'lishi mumkin. Demak, men else ni mush 8 ning kichikroq tengni o'z ichiga oldi deb o'ylaymiz. Cho'qim ikki xildan bo'ldi. Bunda bo'lib qolsa-chi? Mega bu son 8 dan kichik yoki teng. Endi cho'qim birsi bo'ldi. Men qo'shsaq bu son 8 ning kichikroq teng deydi, tushunami? 4 8 ning kichikroq teng-ku. Masalan, 10 ning 18 ni kirgizsam-chi? Bu son 8 cho'ng deydi. To'g'rimi? Mana bu shartlik jumlam shu. Endi men yana bir misol olay. Mush package bir class qurib sen good morning. Xayrli sahar deganni bilsan-ku. Bu yerda misol sanlam bo'ldi yoki o'zingni main methodni yana sanlam bo'ldi. Cho'qim main method bo'lish kerak klassning ichida. Masalan, vaqt deyli. Vaqt qancha? 7 soat 7. Agar vaqt 12 dan cho'ng nima? 12 dan kichik bo'lsa, biz hozir 0 dan 12 gacha shunaqa. 12 dan kichik, shunami? Hamda esaldimi, men oldingi qismda biz mashg'ulotchilarni o'rgangan chog'da hamda ishkilisini o'z ichiga oldim. Qanday bo'lsa hozir saharni ifodalamoqchimiz, sahar vaqtini. Vaqt 12 dan kichik. Yoki sen manda ifodalay. Vaqt 0 dan cho'ng. Masalan, sahar soat 0 dan o'tib ketganlar ham saharga tayyorlab ketadi-ku. 0 dan cho'ng. Hamda ash vaqt qanday? 12 dan kichik. 12 hech qanday bu sahar. Biz nima deymiz? Ashuna bo'lib qolsa good morning deymiz. Shunaqa? Agar unda bo'lmay qolib qolsa-chi? Ishqilib 12 dan o'tib ketsa nima bo'ldi? Good afternoon inglizcha o'rgangan bo'lsanglar. Good afternoon deb salom qil demoqchi. Men oddiy bir programma. Masalan, biz 7 ni kirgizdik. 7 ni kirgizgandan keyin nima deyish kerak bu? Good morning deyish kerak, shunaqa. 11 olib ketsim-chi, nima deymiz birsiga? 11 olib ketsim-mi? Good morning deymiz, shunaqa. Hamda 14 olsa-chi, soat yana 2 degan gap-ku. 14 olsa good afternoon deymiz. Demak, if statementdan shuna foydalanamiz. Hamda ba'zanlarning kalsini aytishishi mumkin. Unda cache nima deymiz demakda, shunami? Cache qanday qilamiz? Cache o'g'anda masalan soat 6 dan keyin deb turaylik. Soat 7 olsa 19 ga 7 qo'y. 7 dim nima deymiz? Good afternoon desa, bu to'g'ri emas, shunami? 7 da good afternoon demaymiz. Agar bunday olib qolgan bo'lsa, bu bir bug bo'ladi, ya'ni bir xatolik topgan bo'lamiz. Demak, yana bir shart kirgizamiz, shunaqmi? Biz bu shartning ichiga yana kirgizmoqchi bo'lsak, uni nima deymiz desanglar? Else if deymiz. Yana shart kirgizamizda. Else if. Masalan, vaqt 0 dan cho'ng hamda cho'qimyak tanglik belgisi bo'lish kerak. Yoki deb qo'ysak bo'lmaydi. Cho'qim tang bo'lish kerak. Ma'mu tang qanoti bo'lish kerak. Hamda 12 dan biz 6 gacha tushdan keyin deylik. Vaqt cho'ng yakdan 12. Hamda cho'ng yakdan 12 vaqt kichik 18 dan.
Bo'lib qolsin deymiz. Bunda ahvolida good evening deymiz. Endi qaysi vaqt ishib qoldi? 18 dan kech soat 0 gacha, shunami? Endi uni else deb bersak bo'ladi. Uni shart yozishning hojati yo'q. Ish bag'ini 10 dan boshqa vaqt bo'lmaydi. Bo'pti, vaqt bo'ldi deylik. Ba'zi odam vaqtni masalan 25 deb kirgizib qolsa bilmay. Uni else if deb yozadi olibdi. Peki aqlli odamlar bor oramizda. Masalan, vaqt 18 dan cho'ng yoki tang hamda vaqt 23 dan yoki 24 lamday kichik bo'lsa nima deymiz? Good evening. Shuna deydi. Good evening. Vaqt 24 soatlar bo'ldi. Masalan, vaqtni miyaga men 26 deb kirgizib qo'ysam, endi else nima bo'ldi? Endi ish bag'ini uni boshqani kirgizsam demakchi. Bir kun nima deb biz qo'yamiz? Faqat 24 soat. Endi nima qilsak, mana bir oddiy bir program bo'ldi, Javada yozgan. Mesela ben 26 şuna koy. Bir gün qanda? Bir gün faqat 24 saat deb chiqdi. Hemen mana 19 desemchi, 19 7 good evening deb chiqish kerak shuna qo'y. Good evening deb chiqdi. Mana if statement shuna foydalanamiz. Mesela men yana bir misol berayman bunga. Mesela sanlam kirgizamdi, string kirgizmamdi. Arab tizimsi. Mesela Pesel. Diqqat qilinglar, ama class yoki package'dan birinchisini son bilan qurish bo'lmaydi. Son keyin kelsa bo'ldi, lekin birinchi arab Pesellar. Birinchi arab son bo'lmaydi. Pesellar deyiladi. Mesela Pesel'dan birini yazay, string qilib, harf bilan. Naqo? Pesel. Yaz deyli, yaz. Shunaqo? Bunga bir oyning sanini topadigan, pesel kirgizsa, oyning sanini topadigan taxminin. Ashuna bir if statement yazaylar, shartlik bilan. Masalan, agar pesel endi diqqat qilinglar, ma stringda soliq ma'lumot tipi string bo'lib qolsa, songa o'xshash ikkisi tang degan gapni manda tang manda desak bo'lmaydi. Yoz desak bo'lmaydi. Diqqat qilinglar, shuningdek nurg'un odam ketadi. Buni nima deymiz? Bir metod va equals pes anda yozg'i tang bo'lib qolsa, cho'qima harfning cho'ngchiligini diqqat qilinglar. Hemen main methodni qurmaylarmiz ketdimi? Aldirashchilikda. Ba'zi shunday qoldi. Qanday mush pesel yozg'i tang bo'lganda equals degan tang degan gap inglizcha. Yozg'i tang bo'lib qolsa, biz bahordan boshlaylik. Bahor. Pesel bahor bo'lib qolsa qanday nima deb chiqardi? Birinchi oy bilan 3-chi oy bahormi? 3-chi oydan 4-chi oy bahormi? 3-chi oydan 3, 4, 5, 5-chi oygacha bahor deb turaylik. Shunaqa? Hozir 3-chi oydan 5-chi oygacha vaqt. Shunaqa? Else if agar
u passive nimidan olsa mana o'zi chiqib turdi ha. Bahordan keyin nima bor? Yoz. Yozdan bo'lib qolsa PC'de yüzü. Massis auto kopta. System. Hazır 6. aydan 8. aygacha vaqt. Şu vaqt yoki mezgil demoqchi men. Hamda kuz keldi shunaqa. Elsif pesel kuz bo'lib qolsa mana asım chekitni qo'shib unutib qoldim. Cho'qim asım chekit qo'ysizlar unutib qolmanglar. Eğer kuz bo'lib qolsa nima deb chiqish kerak? Hozir 9 aydan 11 aygacha shunaqa. Else if agar pesel ba'zi shunday chiqib qoladi. Qish olsa, qish. Qish degan nechinchi aygacha? Bunga belgilamalay. 12 aydan 2 aygacha shunami? 12 aydan 2 aygacha. Hamda yana elsif deb yozilgan olamda bo'lmaydi chunki 1 yilda 4 fasl oldu shunami? Ununi boshqa kirgizib qolsa, nima deymiz? Ununi boshqa solib qolsa, nima deb askar tushirib qo'yamiz? 1 yilda faqat 4 fasl bo'ladi. Bundan desa ba'zi o'z danishmand odamlar bor. Ba'zi tropikal vaqtda birlan fasl bor deb. Odatda biz normalda demoqchi, ha? Mana, bu bir programma amliyati, Java'ning bir programmasi. Men qilsam, yoz o'g'an degan qanday, men yoz degan ekan. Hozir 6 aydan 8 aygacha vaqt shunaqa yoz o'g'an bo'lsa. Hozir birsi hozir o'g'an fasl degan bo'lsa, asl qish o'g'an bo'lsa, qish so'rab qolsin deb yozamiz. Mana cho'ng harflar yozay. Cho'qim harfga diqqat qilinglar. Harfning cho'ng kichikligiga bek muhim. Qish. Hozir 12 aydan 2 aygacha vaqt o'tdi. Hamda ba'zi vaqt qishni, masalan, harfning cho'ng kichikligiga diqqat qilmay, qishda kichik yozib qolsak yoki bahor deb birinchi harfni mana kichik yozib qolsak nima chiqadi? 1 yilda faqat 4 fasl bo'ldi dedi. Tonimaydi uni. Ma cho'nglam toniydi. Buni qanday qilamiz? Miyagam yoki deganda, yoki deganda qo'mash qilachiladi. Miyaga bahor deb manda yozsaq bo'ldi. Xalqim bir so'zlam nima deb bo'lish kerak dedi? Hozir 3-aydan 5-aygacha demoqchi. Tam shuni yoz demoqchi. Ya to'g'ri, ya to'g'ri. Hamda bunda qiynib yurgan o'g'niga yana bir metod bor. Ne metod desek equals bor. Ignore case. Ignore degan pisand qilma, bo'ldi diqqat qilma degan gap. Equals ignore case. Ya'ni shu bahor deb qo'ysam, casening yana cho'ng kichikligiga diqqat qilma degan gap. Kichik azamdoq, cho'ng azamdoq bu toniyaverdi. Shunga mush string qilgan chaqda bek diqqat qilinglar. Birinchidan cho'qim mush naql belgisini ichida bo'lish kerak. Ikkinchidan harfning cho'ng kichikligiga diqqat qilinglar. Eğer ignore case desanglar bo'ldi. Mana. Hamda harfni cho'ng kichik qilsak bo'laveradi. Ignore case qilib aytdik. Masalan, kuz deb kichkina yozib qo'yay. Hatta manda yozsam ham tuniverdi hozir. Kuz debchi.
Mana hozir 9-oydan 12-oygacha degan. Şərtlik cümlə muşu ko'proq məşq qılыңlar. Ondan keyin qarindoshlar eng oxirida bir taklifim. Agar siz bilinmagan nuqta olib qolsa, masalan, qilmagan nuqta olsa, to'g'ri betda Google deydigan bir narsa bor. Google'ga chiqib, bir manda bir izlanib beqinglar. Faqat sizlar o'lgonni tashlamay, ondan so'ng qada sho'manglar. Ay bir kichikkina bir ish bo'lib qolsa, masalan, xat yozgansizlar. Bir izlanib beqib Google'dan. İngilizce bilsəڭ Google tərcüman var, türkçe bilsəڭlər, ya qaysı tilni bilsəڭlər, kirgizsəڭlər. Şunu izləb beqinglar, faqat səhv qılmaganda anandan keyin xat yazsanglar bo'ldi. Bu yangi darsimiz müşayakcha. Rahmat.